Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz AutoCAD 2007 dasturida tekst va razmer panelini sozlash, birinchi grafik topshiriq, titul varag'ini bajarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga ekranimizda keltirilgan AutoCAD dasturini, ya'ni bu fayl ko'rinishida shunaqa holatda ko'rinadi 2007 dasturimiz. Mana bu sozlangan fayl holati, ya'ni bundan oldingi darsda ko'rsatgandim, uстановка qilish va AutoCAD dasturining ichki panellarini o'rnatib chiqish. Bundan keyingi ishimiz ya'ni titul varag'ini bajarish. Titul varag'ini bajarishda shriftlardan foydalanamiz. Buning uchun bizga shu matn stilini sozlash va razmer stilini sozlab olishimiz kerak bo'ladi bundan oldin. AutoCAD dasturiga kiramiz. Ekran endi oldin sozlab qo'ygan va namuna sifatida bitta titul varag'ini bajarib qo'yibman. Xuddi shu holat ketma-ketlikda qanday bajarilishini bugun ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz bundan oldin bajariladigan ishimiz, ya'ni tekst va razmer stilini sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Bunda bizda tayyor razmer paneli bor. Razmer panelini pastki qismida razmerli stil bo'limi bor. Ustiga chap tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, ekranda yangi oyna hosil bo'ladi. Ochilgan oynadan izminit, ya'ni tahrirlash paneliga chap tugmani bir marta bosamiz va tahrirlash oynasi ochiladi biz uchun. Bundan yuqorida chap tomondan liniyadan boshlab sozlab kelamiz. Liniyada bizda mana bu holatda razmer joyi bor. Ya'ni 1.25 standart holatda turadi. Ko'p holatlarda buni 2 ga o'zgartirib olamiz. Mana bu oynadan ko'rib ketaverishimiz mumkin. Ya'ni nimalar o'zgarayotganiga e'tibor berishimiz mumkin bo'ladi. Отступ от obyekta deyapti. Bu 0.625 bo'lib turibdi. Bu narsa ekranimiz kichkina bo'lgani uchun ko'rish qiyin, lekin mana bu joyda detalga nisbatan chizig'imiz, o'lcham chizig'imiz tegmay turibdi. Buni 0 qiladigan bo'lsak, mana bu chiziqlarimiz kelib tegadi detalni o'ziga. Mana e'tibor qilsak, bunaqa holat. Keyingi bo'limda simvolli strelka bo'limida strelkani o'lchamini sozlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 2,5 standart holatda turganini 5 ga, razmerni ham 5 ga o'zgartirib olamiz. Bu raqam format turiga va chizayotgan chizmaga qarab moslashtiriladi. Biz asosan darslarimizda shu razmerdagi, ya'ni A4 formatiga ishlaymiz. Deyarli barcha chizmalarimizga men kiritayotgan raqamlar mos keladi, standartga mos keladi. Ya'ni komponovkasi qog'ozga nisbatan yaxshi joylashadi. Bundan keyin tekst bo'limidan tekst balandligi 2,5, bizga bu 5 bo'lishi kerak. Tekst o'sha yozuvni o'lcham chizig'idan qancha masofada ko'tarilib turishi keltirilgan. Buni 1 ga o'zgartirib olamiz. Ya'ni tekstni standartga moslash uchun e'tibor qiling, raqamlar qay holatda turibdi. Bizda mana 3 xil holatda ko'rsatiladi. Mana gorizontalniy, hop, razmerga nisbatan согласно ISOni biz tanlaymiz. Согласно ISO nima? Bizga to'g'ridan-to'g'ri emas, o'sha kuzatuvchiga nisbatan shriftlarni to'g'ri o'qilishiga moslab beradi. Va tekstni mana bu yerda standart holatini oldida 3 ta nuqta bilan berilgan. Buni ichiga kirsak, yangi oyna ochiladi. Bu joydan o'sha tekst turini, ya'ni imya shrifti bo'limidan bizda mana ISOP tayyor turibdi. Odatda bu boshqa bir til nimasi bo'yicha turadi. Buni topib olishda ixtiyoriy bironta so'z turgan bo'lsa, imya shriftdan nuqtaga bir marta bosib, klaviaturadan I harfini bosadigan bo'lsak, I harfi bilan boshlanadigan barcha so'zlarni keltirib chiqaradi va kursorni aylantiradigan bo'lsak, bu yerda ISOP PEUR bor, ISOP TEUR bor. Bizga ISOP PEUR kerak bo'ladi. Bu 90 gradusda yozuvda turibdi hozir mana bu holatda. Объясни holat mana ugol naklon qismida 0 turibdi. Ya'ni 90 gradus tik holatda yozilgan variant. Biz chizmani odatda shriftlarni 75 gradus qiyalikda yozishimizga to'g'ri keladi. Mana bu joydan kursivga o'zgartirishimiz mumkin yoki 0 qismdan 75 gradusga o'zgartirish uchun 75 emas, buni 15 gradusga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Kursiv holatga o'tdi. Va saqlaymiz. Keyingi bo'lim. Основной единицada e'tibor qilsangiz raqamlar butun holatda qolib ketgan, yaxlitlanmagan.
eee, 5 dan yuqori bo'lgan, ya'ni 16.6 ni 17, 14 11larni 14. Mana bu holatda 28 ni o'ziga oladi. Ya'ni yarimdan o'tgan, ya'ni 5 gacha bo'lgan raqamlar kichigiga 5 dan yuqorisini o'zidan katta raqamga qabul qiladi. Mana bu joydan bittalik nolga o'zgartiradigan bo'lsak, mana boya aytganimdek, o'zidan 5 dan kichikni kichkinaga, 5 dan kattasini katta o'lchamdagi raqamlarga o'zgartiradi. Va OK tugmasini bosib, uстановить zakrit qiladigan bo'lsak, mana bu holatda oynamizda saqlandi. Ya'ni Dagger dasturida tekst va razmer stillari sozlangan ketma-ketligi shu. Buni o'zingiz chizayotgan formatingizga qarab o'lcham stilini, razmer stilini sozlash mumkin. Faqat matnda har doim isopyor balandligini formatingizni katta kichikligiga qarab ishlab ketasiz. Mana bunda ham biz ikki xil shrift turidan foydalanganmiz. Ya'ni ikki xil deganim o'lchami borasida gap ketyapti. Mana grafik ishlar to'plamida kattaroq o'lcham nimasi shrifti, qolgan nimalar bir xil standart bo'yicha belgilab olganmiz. Buni bajarishda birinchi qiladigan ishimiz nima? A4 formatda ishlanadi odatda ko'proq ishlarimiz. Bizni fan doirasida. A4 formatda o'ziga yasab olishimiz kerak. Chunki AutoCADda o'sha ishchi oynasi cheksiz. Xohlagan holatda ekran bo'sh holatini keltirib olib, chizma ishlab ketaversam bo'ladi. Buni kichikroq holatga olib qo'yib, bir tarafdan bu tarafga o'ngga chapga surish uchun kursorni roligini ustidan bosib turib, buni chapga, o'ngga, tepaga, pastga surib olib o'tishimiz mumkin bo'ladi chizmani. Kursorni tepaga va pastga aylantirish orqali buni kichkina yoki katta faylga yaqin uzoqqa olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu chap tomonga chekkaga joylashtirdim. Xo'p, bu ramkani qanday yasash mumkin? Bizda chizuvchi panellar joylashgan bu yerda. Agar sizda panellar hali o'rnatilmagan bo'lsa, tepada ham shular joylashgan. Mana chercheniya panelidan otrezok kesmani tanlab, ekranni ixtiyoriy joyidan, shunga parallel holatda ishlamoqchi bo'lsam, ixtiyoriy joyidan birinchi A tugmani kiritaman, ya'ni sichqonchani chap tugmasi bilan birinchi nuqtani kiritib, o'ng tomonga yo'naltirib, o'ng tomonga yo'naltirganda chiziq to'g'ri ekanligini ko'rish uchun e'tibor qiling, o'sha olib yurgan kursorimni oldida 0 raqam turibdi va chiziqni davomida uzuq-uzuq chiziqchalar ko'rinyapti. Bu ya'ni tekis holatda turganligini bildiradi. Sal qiyinlik qiladigan bo'lsa, mana o'zgaradi. 2 ga va uzuq-uzuq chiziqlar o'chadi. Ya'ni bu qiyshiq chiziqligini o'shandan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi foydalanuvchilar agar qiynaladigan bo'lsa, pastda holatlar qatori bor. Bundan ortda rejimini yoqib qo'ysangiz, chiziq faqat vertikal yoki gorizontal holatda harakatlanadi. Qiya chiziq holatida yurmaydi. Bu endi o'rganuvchilar uchun yoki oldin ko'p kompyuterda o'tirmagan kishilar uchun qulayroq variant. Ko'proq ishlaganim uchun ortda rejim bizga kerak emas. Biz o'zimiz bajarib ketaveramiz buni. Ramka chiziqlarimiz A4 format 210 mm ga, klaviaturadan 210 kiritdim va Enter tugmasini bossam 210 mm ga kelib to'xtatib beradi va balandligi 297 Enter. Yana qaytarib ishlaymiz bu tarafga 210 Enter va mana buni ustiga olib kelib sichqonchani chap tugmasini bosadigan bo'lsak, mana o'lcham o'zi ko'rsatilyapti o'rta holatda 297 qilib. Bog'lanish kontochkasini ko'rsatdi va chap tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, olib borib bog'laydi. Klaviaturadan chap tomon eng tepa burchagida eska tugmasi turibdi. Eska tugma buyruqlarni bekor qilish vazifasini bajaradi. Mana bizda hozircha kesmani qo'yib yuborgan va klaviaturadan eska tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, buni bekor qiladi. Endi ramka chiziqlar. Ramka chiziqlar uchun изменить panelidan kopirovat qilib chizish mumkin. Подобие buyrug'i bor. Bir obyektdan keyingi nimasini o'sha nusxasini yasab beradi ma'lum bir siz kiritgan o'lchamda. Bizga bu yerda kopiravatdan ko'ra подобие yaxshiroq ish beradi. Изменить panelida подобие buyrug'i bor. Ekranda mana shunaqa holatda keladi. Ya'ni через degan yozuv joyiga bizga ramka chizig'imiz chap tomondan ichkariga 20 mm edi. 20 mm kiritib klaviaturada Enter tugmasini bossak, bu holatga o'tadi kursorimiz va qaysi obyektni ko'chirishim kerak 20 mm bizga chap tomon berilgan. Chap tomon bir marta belgilayman chap tugma bilan va o'sha yasamoqchi bo'lgan ramka chizig'imda ichkariga qarab. Chunki men ichkari